Bugun men 6000 yoshdan oshgan pensionerlar, ularning farzandlari, nevaralari va umuman har bir oilaga tegishli juda muhim masalani tushuntirib beraman. Sarlavhada 15 oktyabrdan 6 yoshdan oshgan pensionerlarga taqiq deyilganini ko'rib, ko'pchilik darrov xavotirga tushadi. Endi pensioner banka bora olmaydimi? Kredit ola olmaydimi? Uyini sota olmaydimi? Davolanish uchun hujjat rasmiylashtira olmaydimi? degan savollar paydo bo'ladi. Men bugun aynan shu savollarga oddiy, tushunarli, lekin huquqiy jihatdan puxta javob beraman. Bu ma'lumotni oxirigacha eshiting. Chunki bitta noto'g'ri qadam pensioner odamning pensiyasi, mulki, bank kartasi yoki meros masalasida katta muammo keltirib chiqarishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday muhim o'zgarishlarni oddiy xalq tilida muntazam tushuntirib boraman. Avvalo men eng muhim narsani aniq aytib qo'yaman. 60 yoshdan oshgan barcha pensionerlarga hayotning hamma sohasida umumiy taqiq qo'yildi. Degan gapni to'g'ri tushunmaslik kerak. Amalda gap ko'pincha pensionerlar nomidan qilinadigan ayrim harakatlar, bank operatsiyalari, mulkiy bitimlar, ishonchnoma, kafillik, qarz, kredit, karta va hujjat rasmiylashtirish jarayonlaridagi qat'iyroq tartiblar haqida ketadi. Ya'ni davlat yoki mas'ul idoralar pensioner hech narsa qila olmaydi demayapti. Aksincha, maqsad pensionerlarni aldov, bosim, firibgarlik, majburiy imzo qo'ydirish va qarzga botirib qo'yish holatlaridan himoya qilishdir. Ilgari qanday edi? Ilgari ko'p joylarda 6 yoshdan oshgan odam kelib, hujjatga imzo qo'ysa, uning roziligi bor deb qabul qilinardi. Masalan, pensioner bankka borib, kimningdir krediti uchun kafil bo'lib berardi, yoki uyini farzand nomiga o'tkazardi, yoki notariusga borib ishonchnoma berardi, yoki pensiya kartasini mana bolam olib yuradi deb boshqalarga topshirardi. Amalda esa ayrim holatlarda pensioner hujjat mazmunini to'liq tushunmagan, bosim ostida imzo qo'ygan. Bu shunchaki rasmiy qog'oz deb aldangan yoki o'zining oqibatlarini bilmagan bo'lardi. Endi nima o'zgardi? Endi bunday jarayonlarda yosh, sog'liq, tushunish qobiliyati, haqiqiy rozilik, majburlash yo'qligi, hujjatning mazmuni tushuntirilgan ko'proq tekshiriladi. Ayniqsa 60 yoshdan oshgan pensioner katta moliyaviy majburiyat olayotgan bo'lsa, masalan kreditga kafil bo'lsa, uy joyini garovga qo'ysa, bank kartasini boshqalarga topshirsa yoki mulkini sotish, hadya qilish, ishonchnoma berish kabi ishlarni qilsa, mas'ul xodimlar bu odam haqiqatan ham tushunyaptimi, o'zi xohlayaptimi, ertaga zarar ko'rmaydimi degan savollarga jiddiyroq qarashi kerak bo'ladi. Men buni oddiy misolda tushuntiraman. 64 yoshli otaxonning o'g'li kredit olmoqchi. Bank o'g'lining daromadi yetmasligini aytadi va kafil kerak deydi. O'g'il otasini olib keladi. Ilgari otaxon men roziman deb imzo qo'ygan bo'lsa, ko'p hollarda ish bitardi. Lekin otaxon shuni tushunishi kerak. Kafil bo'lish bu shunchaki yordam berish emas. Agar o'g'li kreditni to'lamasa, bank pulni otaxondan talab qiladi. Otaxonning pensiya kartasiga, hisob raqamiga, boshqa mol-mulkiga da'vo bo'lishi mumkin. Masalan, 30 million so'mlik kreditni o'g'il 6 oy to'lamasa, jarima, foiz va asosiy qarz yig'ilib 35 million yoki undan ham ko'proqqa chiqishi mumkin. Shunda pensioner men faqat imzo qo'ygandim, pulni o'g'lim oldi-ku desa ham, hujjatda kafil deb yozilgan bo'lsa, javobgarlik undan ham so'raladi. Ikkinchi misol. 17 yoshli ayolning nomida uy bor. Nevarasi yoki farzandi uyingizni vaqtincha mening nomimga o'tkazib turaylik, keyin qaytaramiz deydi. Bu gap og'zaki aytilgan bo'lishi mumkin, lekin notariusda hadya shartnomasi tuzilsa, uy haqiqatan ham boshqa odam mulkiga aylanadi. Ertaga pensioner men faqat vaqtincha deb o'ylaganim desa, hujjatning o'zida hadya qildi deb yozilgan bo'lsa, ish murakkablashadi. Shuning uchun endi bunday holatlarda notarius ham, boshqa mas'ullar ham pensionerga hujjat mazmunini aniq tushuntirishi, urusdan ham oqibatini bilayotganini tekshirish kerak. Men doim aytaman, uy-joy, yer, mashina, garov, hadya, vasiyat va ishonchnoma masalasida og'zaki va'da hech qachon hujjatning o'rnini bosa olmaydi. Uchinchi misol, 62 yoshli pensionerning pens kartasi bor. U kartasini keliniga yoki o'g'liga berib qo'yadi. Baribir uyga oziq-ovqat oladi deb o'ylaydi. Lekin karta orqali kredit ilovasiga kirib, mikroqarz olish, onlayn to'lov qilish, pulni boshqa hisobga o'tkazish yoki karta ma'lumotlarini firibgarlarga berib qo'yish xavfi bor. Natijada pensioner o'zi bilmagan holda qarzdor bo'lib qolishi mumkin. Men ko'p holatlarda shuni ko'raman. Odam kartasini bergan, SMS kodini aytgan,
keyin esa nomiga qarz rasmiylashtirilganini bilmay qolgan. Shuning uchun 60 yoshdan oshgan pensionerlar uchun eng muhim qo'ydi. Karta, PIN kod, SMS kod, bank ilovasi paroli va pasport ma'lumotlarini hech kimga bermaslik kerak. Hatto yaqin qarindosh bo'lsa ham. Har bir operatsiya pensionerning o'z roziligi bilan, o'zi tushungan holda qilinishi shart. Menimcha, birinchi navbatda quyidagi odamlar ehtiyot bo'lishi kerak. Agar siz 60 yoshdan oshgan bo'lsangiz va nomingizda uy, yer, mashina, do'kon, bank omonati, pensiya kartasi yoki boshqa mol-mulk bo'lsa, har qanday hujjatga imzo qo'yishdan oldin to'liq tushunib oling. Agar farzandingiz, qarindoshingiz, tanishingiz sizni bankka, notariusga yoki davlat idorasiga olib borib, tezroq imzo qo'ying, keyin tushuntiraman desa, bu xavf belgisi. Hujjatni o'qimasdan imzo qo'ymang. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, hujjatni ovoz chiqarib o'qitib oling. Agar tushunarsiz so'zlar bo'lsa, menga oddiy tilda tushuntiring deb talab qiling. Bu uyat emas. Bu sizning huquqingiz. Ikkinchi guruh farzandlari chet elda ishlaydigan, o'zi yolg'iz yashaydigan yoki sog'lig'i sababli idoralarga tez-tez bora olmaydigan pensionerlar. Bunday odamlar ko'pincha ishonchnoma berishga majbur bo'ladi. Ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Masalan, pensiya olish, kommunal to'lovlarni to'lash, sud yoki kadastr ishlarini yuritish uchun. Lekin ishonchnoma juda keng yozilsa, vakil sizning nomingizdan mulk sotishi, pul olishi, ariza berishi, shartnoma tuzishi mumkin. Shuning uchun ishonchnomada vakolatlar aniq yozilishi kerak. Masalan, faqat kommunal to'lovlarni amalga oshirish uchun, faqat kadastr hujjatini olish uchun, faqat falon idoraga ariza topshirish uchun deb cheklash mumkin. Mening nomimdan barcha ishlarni qilishga vakolat beraman degan jumla esa juda xavfli bo'lishi mumkin. Uchinchi guruh qarz, kredit, kafillik yoki garov masalasiga aralashayotgan pensionerlar. Men bu yerda juda qat'iy aytaman. Agar sizning asosiy daromadingiz faqat pensiya bo'lsa, birovning krediti uchun kafil bo'lishidan oldin 100 marta o'ylang. Masalan, pensiyangiz oyiga 1 million 200 ming so'm bo'lsa, o'g'lingizning oyiga 2 million so'mlik kredit to'lovi bor bo'lsa, u to'lamagan taqdirda siz bu yukni ko'tara olmaysiz. Bank yoki qarz beruvchi sizning niyatingizga emas, hujjatga qaraydi. Men faqat yordam bermoqchi edim degan gap sudda ham, bankda ham har doim yordam bermaydi. Endi muhim jihat: oddiy pensiya olish, dorixonaga borish, poliklinikaga qatnash, transportdan foydalanish, kommunal to'lov qilish, bankdan o'z pulini yechish kabi kundalik huquqlaringiz bekor bo'lmaydi. Ammo yoshdan oshganingiz uchun sizni avtomatik ravishda muomalaga layoqatsiz deb hisoblashmaydi. Siz o'z pulingizni ishlatishingiz, do'kondan narsa olishingiz, davolanishingiz, ariza yozishingiz, bank hisobingizni boshqarishingiz mumkin. Faqat katta moliyaviy yoki mulkiy oqibatga ega harakatlarda ehtiyotkorlik kuchayadi. Agar pensioner sog'lom hujjatni tushunadi, o'z fikrini aniq ayta oladi, hech kim bosim qilmayapti va bitim uning manfaatiga zid bo'lmasa, odatda muammo bo'lmaydi. Masalan, 63 yoshli ayol bankka borib, o'z omonatdagi puldan 2 million so'm yechmoqchi. Bu oddiy operatsiya. Yoki 70 yoshli otaxon o'z nomidagi telefon raqamini tiklamoqchi. Bu ham oddiy holat. Lekin 70 yoshli otaxon o'z uyini nevarasiga hadya qilmoqchi bo'lsa, bu endi jiddiy masala. Chunki uy ketgandan keyin otaxon qayerda yashaydi? Undan keyin uni hech kim ko'chaga chiqarib yubormaydimi? Bu hadya haqiqatan ham uning ixtiyorimi degan savollar tug'iladi. Bu mavzuda eng ko'p uchraydigan xatolardan biri shuki, odamlar pensioner bo'lsa, demak hech narsani tushunmaydi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Yoshning o'zi odamning huquqini cheklamaydi. 60 yosh, 65 yosh yoki 75 yoshga kirgan odam ham to'liq huquqli fuqaro bo'lib qoladi. Uning mulki o'ziga tegishli, pensiyasi o'ziga tegishli, imzosi kuchga ega. Faqat agar odam ruhiy holati, og'ir kasalligi yoki boshqa sabablar bilan o'z harakatining mazmunini tushunmasa, bu alohida tartibda ko'rib chiqiladi. Buni qarindoshlar o'zicha hal qilmaydi. Bunday masalalar odatda tibbiy xulosa, sud qarori va qonuniy tartib orqali belgilanadi. Yana bir nozik jihat: farzand pensioner ota-onasiga yordam berishi mumkin. Lekin yordam bilan nazoratni aralashtirib yubormaslik kerak. Masalan, o'g'il onasini bank olib borib, navbatda yordam berdi, hujjatni o'qib berdi, lekin qarorni onaning o'zi qabul qildi. Bu normal holat. Ammo o'g'il xodimga o'zi javob berib, onasiga gapirtirmay, imzo qo'ying bo'ldi desa, bu shubhali holat. Mas'ul xodim bunday vaziyatda pensionerning o'zi bilan alohida gaplashishi mumkin. Pensioner: men bilmayman, bolam aytdi.
desa hujjatni rasmiylashtirish to'xtatilishi yoki qo'shimcha tekshiruv talab qilinishi mumkin. Yana bir muhim masala ishonchnomani bekor qilish. Ko'pchilik pensionerlar ishonchnoma berib qo'yadi. Keyin esa endi vakil xohlaganini qilaveradi deb o'ylaydi. Yo'q, agar siz ishonchnoma bergan bo'lsangiz va fikringizdan qaytsangiz uni bekor qilish mumkin. Buning uchun notariusga murojaat qilasiz. Ishonchnomani bekor qilish haqida ariza berasiz. Agar vakil sizning nomingizdan zararli ishlar qilayotgan bo'lsa, darhol harakat qilish kerak. O'zi to'xtab qolar deb kutish ko'pincha muammoni kattalashtiradi. Kredit va mikroqarz masalasida ham yashirin xavf bor. Bugun ko'p narsa telefon orqali qilinadi. Pensionerning telefoniga SMS kod keladi. Kimdir men bank xodimiman, kodni ayting deydi. Men buni ochiq aytaman. Haqiqiy bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir kod so'rasa, u deyarli har doim firibgarlik belgisi. Omad yoshdan oshgan pensionerlar ko'pincha hurmat yuzasidan yoki qo'rqib telefon qilgan odamga ishonib qoladi. Natijada karta bo'shab qoladi yoki nomiga qarz rasmiylashtiriladi. Shuning uchun telefon orqali kelgan har qanday tezda ayting, aks holda kartangiz bloklanadi degan gapga ishonmang. Telefonni qo'ying. Bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, har bir pensioner o'z hujjatlarini tartibga keltirib qo'ysin. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, kadastr hujjatlari, uy-joy hujjatlari, nikoh yoki ajrim hujjati, farzandlar bilan bog'liq muhim hujjatlar alohida papkada tursin. Hujjatlarning suratini telefonda saqlash mumkin, lekin karta paroli, PIN kod, SMS kod va bank ilovasi parolni hech qachon suratga olib qo'ymang. Bu ma'lumotlar begona qo'lga tushsa, pulingiz xavf ostida qoladi. Ikkinchi qadam, hujjatga imzo qo'yishdan oldin 3 ta savol bering. Birinchisi, men aynan nimaga imzo qo'yapman? Ikkinchisi, bu imzodan keyin qanday majburiyat paydo bo'ladi? Uchinchisi, men bu hujjatni bekor qila olamanmi yoki oqibati qaytmas bo'ladimi? Masalan, ariza yozish bilan hadya shartnomasi bir xil emas. Bank ma'lumotnomasini olish bilan kafillik shartnomasi bir xil emas. Ishonchnoma berish bilan mulkni sotish bir xil emas. Shu farqni tushunmasdan imzo qo'yish mumkin emas. Uchinchi qadam, notariusga borganingizda shoshilmang. Agar hujjat katta mulk bilan bog'liq bo'lsa, masalan, uy, yer, mashina yoki katta pul haqida bo'lsa, bir kunda qaror qilmang. Hujjat loyihasini o'qib chiqing. Ishonchli huquqshunosdan maslahat oling. Agar mas'ul xodim yoki qarindosh tezroq vaqt yo'q desa, aynan shunda ehtiyot bo'ling. Katta hujjatlarda shoshilish ko'pincha zarar keltiradi. Siz men bugun imzo qo'ymayman, avval maslahat olaman deyishga to'liq haqlisiz. 4-qadam, bank operatsiyalarida faqat rasmiy yo'l bilan ishlang. Bank kartangizni boshqaga bermang. Agar farzandingiz sizga pul yetishda yordam bermoqchi bo'lsa, o'zingiz birga boring. Agar sog'lig'ingiz sababli bora olmasangiz, bankdan rasmiy tartibni so'rang. Bank xodimidan qanday ishonchnoma kerakligi, qanday cheklovlar qo'yish mumkinligi, karta xavfsizligini qanday himoya qilish kerakligini aniq so'rang. Telefon orqali kelgan odamga hech qanday kod aytmang. Hatto u sizning ism familiyangizni bilsa ham. Firibgarlar ko'pincha odamning ma'lumotlarini oldindan topib oladi. 5-qadam, agar sizni majburlashayotgan bo'lsa, buni yashirmang. Masalan, farzandingiz, keliningiz, nevarangiz yoki boshqa qarindoshingiz uyingizni mening nomimga o'tkazing, bo'lmasa qarashmayman desa, bu oddiy oilaviy gap emas, bu bosim bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda mahalla profilaktika inspektori, notarius, bank xodimi yoki huquqshunosga vaziyatni ayting. Agar zo'ravonlik, tahdid yoki majburlash bo'lsa, ichki ishlar organlariga murojaat qilish kerak. Men bilaman, ota-ona farzandidan shikoyat qilishni og'ir qabul qiladi, lekin mulkdan, pensiyadan, yashash joyidan ayrilib qolish undan ham og'irroq oqibat keltiradi. 6-qadam, farzandlar ham to'g'ri yo'l tutish kerak. Agar siz ota-onangiz yordam bermoqchi bo'lsangiz, ularning nomidan hamma narsani o'zingiz hal qilmang. Tushuntiring, yozib bering, birga boring, lekin qarorni ota-onangizning o'zi qabul qilsin. Agar ota-onangiz hujjatni tushunmayotgan bo'lsa, ularni imzo qo'yishga undamang. Keyin oila ichida nizo chiqadi, aka-uka, opa-singillar o'rtasida ishonch yo'qoladi, sudlashish boshlanadi. Bitta uy yoki bitta kredit sabab butun oila yillar davomida kelisha olmay qolishi mumkin. 7-qadam. Barcha kelishuvlarni yozma shaklida qiling. Masalan, farzand ota-onasining uyida yashayapti, ta'mir qilyapti, kommunal to'lovlarini to'layapti. Bu yaxshi.
Lekin keyin men shuncha pul sarfladim. Uy meniki bo'lishi kerak degan mojaro chiqmasligi uchun oldindan kelishuvni aniq qiling. Agar ota-ona uyini hadya qilmoqchi bo'lsa, o'ziga yashash huquqini saqlab qolish masalasini albatta so'rash kerak. Ba'zi holatlarda shartnomaga pensioner umrining oxirigacha shu uyda yashash huquqi saqlanishi haqida shart kiritish mumkin. Buni notariusdan aniq so'rang. 8-qadam, agar muammo allaqachon bo'lgan bo'lsa, vaqtni bo'y bermang. Karta orqali pul yechib olingan bo'lsa, darhol bankka murojaat qiling. Kartani bloklang, ariza yozing. Nomga qarz rasmiylashtirilgan bo'lsa, kredit shartnomasini, SMS tarixini, bank ilovasi ma'lumotlarini. Qo'ng'iroqlar yozuvini imkon qadar yig'ing. Mulk aldov yo'li bilan o'tkazilgan deb hisoblasangiz, notarius hujjatlari, guvohlar, tibbiy hujjatlar, yozishmalar, audio yoki video dalillar bo'lsa, barchasini saqlang. Keyin huquqshunos bilan sudga yoki tegishli organlarga murojaat qilish masalasini ko'rib chiqasiz. Men yana bir nechta vaziyatni ko'rsataman. Chunki odamlar aynan misollar orqali yaxshi tushunadi. Masalan, 61 yoshli pensioner ayolning qizi tadbirkorlik uchun 2 million so'm kredit olmoqchi. Bank qo'shimcha ta'minot so'raydi. Qiz onasining uyini garovga qo'yishni taklif qiladi. Ona qiziga ishonadi. Lekin biznes yurishmasa, kredit to'lanmasa, garovdagi uy xavf ostida qoladi. Bu yerda ona qizim-ku deb emas, men ertaga shu uyda yashashni davom ettira olamanmi deb o'ylash kerak. Farzandga yordam berish yaxshi. Lekin yagona uyini xavfga qo'yish juda jiddiy qaror. Yana bir vaziyat, 75 yoshli otaxonning nevarasi telefonini olib, bank ilovasini so'zlab beraman deydi. Otaxon rozilik beradi, keyin karta orqali bir nechta onlayn qarz olinadi. Bu yerda otaxonning xatosi shundaki, u telefon va bank ilovasini nazoratsiz bergan. Telefon bugun oddiy aloqa vositasi emas, u bankka kirish kaliti. Shuning uchun pensionerlar telefon parolini, ilova parolini va SMS kodlarini xuddi uy kalitidek himoya qilish kerak. Yana bir holat, olim tekiz yoshli ayol yolg'iz yashaydi. Qo'shnisi sizga pensiya olishda yordam beraman deb ishonchnoma oldiradi. Ishonchnomada esa faqat pensiyani olish emas, boshqa vakolatlar ham yozilgan bo'ladi. Keyin ayol muammoga duch keladi. Shuning uchun ishonchnoma matnini o'qimasdan turib yordam beradigan odam-ku deb imzo qo'yish mumkin emas. Ishonchnoma qanchalik aniq va to'g'ri bo'lsa, xavf shunchalik kam bo'ladi. Demak, 10 oktyabrdan 6 yoshdan oshgan pensionerlar bo'yicha gap ketayotgan taqiq va qat'iy tartiblarni vahima bilan emas, aql bilan tushunish kerak. Gap pensionerlarning huquqlarini olib qo'yish haqida emas, balki ularni aldov, bosim, noto'g'ri kredit, xavfli kafillik, shubhali ishonchnoma va mulkdan ayrilib qolishdan himoya qilish haqida. Men ekspert sifatida sizga eng muhim qoidani aytaman. Hujjatni o'qimasdan imzo qo'ymang. Karta va SMS kodini hech kimga bermang. Mulk masalasida shoshilmang. Kafillik va garovda oqibatini aniq hisoblang. Bosim bo'lsa, darhol yordam so'rang. Agar siz 60 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner ota-onangiz bo'lsa, bugungi ma'lumotni albatta ularga tushuntiring, izohlarda yozing sizningcha. Pensionerlarni bunday xavflardan himoya qilish uchun yana qanday choralar kerak? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta ogohlantirish kimningdir pensiyasini, uyini yoki yillar davomida yig'gan mol-mulkini saqlab qolishi mumkin.